Hozir sizlarga qanot mashg'ulotlarini, texnikalarini tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Har bitta mashg'ulotni boshlatganda birinchi kuch borligida bazaviy mashqdan boshlanadi. Qanotga ham turli baza hisoblanadi. Baza deganda o'sha muskul hamma joyiga to'liq yuklama tushadi, deyarli 95%, 100%. Pastga to'liq tushib, tepaga kuch yetgancha ko'tarilamiz. Keyingi mashqimiz ham baza bo'ladi. O'sha aytganimdek kuch borligida bazaviy og'ir mashqlarni boshda qilib olish kerak. Hozirgi ko'p yoshlar xato qiladi. Hali mashg'ulotga korpus tayyorlamasdan tez shoshilib ishlayveradi. Oldin korpus pozitsiyani ushlaymiz. Keyin ishlashni boshlaymiz bitta-bitta. Qaysi muskulga ishlatganimizni bilishimiz kerak. Sustav bilan emas, biz qanotga ishlamoqchimiz. Qanotni cho'zib, qisib olib chiqamiz shu holatda. Barcha qanot mashg'ulotlarida bosh barmoq tepaga o'tish kerak. Ushbu trenajyorda ko'pchilikning qiladigan xatosi bel bilan ishlab qo'yadi. Biz belga sustavga emas, qanotga ishlamoqchimiz. Shuning uchun qanotni o'zini cho'zamiz. Kelganda siqamiz, tana bir xil holatda korpus ushlagan holatda turadi. Keyingisi pastdan tortamiz. Kitobiy gaplarni ishlatmaymiz, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Asosiysi mana shu muskul ishlatishimiz kerak. Korpus bir joyda turadi. Siqib olib kelamiz, tana ketmaydi, joyida turadi-da, qanotni cho'zamiz. Cho'zib, siqib olib kelamiz. Tirsa bilan tanaga qisamiz. Qanotga oxirgi mashg'ulotimiz trenajyorda polover bo'ladi. Bunda ham korpus to'g'rilaymizda chekanani yonga ochib turib, tirsa bilan qanotni qisamiz. Tirsa bilan qanotni olib ketamiz. Bel qimirlamaydi, oyoq ham qimirlamaydi, faqat qanot o'zi ishlaydi. Korpus bitta pozitsiyada qotadi shu holatda. Shu o'rinda fitness bilan shug'ullanayotganlarga maslahatim, muskul, zal, trenajyor, gantel tanlamaydi. Faqat to'g'ri yuklama bo'lishi kerak. Yuklama tushganda qon aylanib, gipertrofiya bo'lib o'sha muskul yirtiladi. Keyin unga ozuqa berilsa, muskul o'sishda davom etaveradi. Natijani ko'rsatadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib, bizni kuzatishda davom etinglar.